Men millatni o'ylayman deb chiqayotganlar bor-ku, o'shalarga gapiryapman. Men millat uchun gapiryapman deydiganlarga gapiryapman. Bunda siz to'dalanib kellaring deydi. Ko'rdik, to'dalanib borishganda ahvolingizni. Tinchlikmi? To'satdan osilib qoldingiz? Sizgami? Ha. Nima deb osildim? To'dalanib kel deydi, xalq dardi deydiganlarga men gapiraman deb nima yo'q qilyapsiz-da? Yo'q, men lekin sizni gapirmadim. Siz o'zingizga tortibsiz-da, domla. Kim aytadi ijtimoiy tarmoqlarda to'dalanib kellaring deb? Bilmadim, men ko'pchilikdan eshitganman bu gapni. Kimchi, masalan, bitta odam aytingchi. Yuzma-yuz dedingiz, ko'rinish berasizmi? Ko'rinish, yo'q bermayman ko'rinish. Siz savolga javob bering. To'dalanib kellaring deb ijtimoiy tarmoqda kim aytgan Abraham Muxtoriydan boshqa? Nomma-nom nima qila olmayman, lekin siz aytayotgan Abraham Moshi degan odamni men tanimayman. Yo'q, siz savolga javob bering. To'dalanib kellaring deb ko'pchilik emas, bitta odamni keltirib bering. Yo'q, endi ijtimoiy tarmoqda hammasini nomini eslab qolib bo'lmaydi-ku. Hammasi emas, bitta keltirib bering. Bitta dona, bir dona. Bittasi siz.